Aka, uydan qachon chiqib ketasiz? Nima? Tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Siz ham men ham uyda oilamiz bilan siqilib qoldik-ku. O'zingmisan uka? Tanimayapman seni. Qanday tanimaysiz? Katta o'g'ilmisiz? Bilib harakatingizni qiling. Tezroq chiqib keting uydan. Uy olishni o'zi bilmaydi bilasan. O'zi yaqinda san kontragingni to'lagan bo'lsam, qolaversa. Nima qolaversa? Endi minnat qilyapsizmi? Bo'ldi, tushundim seni. Ertadan harakatimni qilaman. Bugundan qiling harakatingizni. Ey, aytgancha, mashinamda narsasi qolib ketibdi. Yuring olib beray. Nima bu? Shahar markazidan 4 xonali uyni kaliti. Shu kungacha meni o'qitib, ishga joylab qo'yganingiz evaziga bu aka. Shuni oddiyroq qilib bersang ham bo'lardi-ku. Endi qiziqroq bo'lsin dedim-da aka. ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam, ukam jonim.